Urush boshlandi. Isroil Eron poytaxti Tehronga zarba berdi. Urushga rasman AQSh ham qo'shildi. Bugun 28-fevral kuni Tehron shahrida kuchli portlash ovozlari eshitildi. Shaharning bir nechta hududlarida favqulodda holat e'lon qilindi. Mahalliy manbalarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda portlashlar Eronning strategik nuqtalarida sodir bo'lganini va shahar atrofida voqealar yuz berayotganini ko'rsatmoqda. Bir necha soat ichida Isroil harbiylari Eron hududidagi qariyb 30 ta nishonga, jumladan prezident qarorgohi va razvedka bosh qarorgohiga zarba berdi. Isroil harbiylarining bayonotiga ko'ra, sirenalar hudud aholisini raketa hujumi ehtimoli haqida ogohlantirish maqsadida yoqilgan. Mahalliy manbalarga ko'ra, Eron prezidenti Masud Pezeshkiyon ham nishonga olingan. Hozirga qadar uning ahvoli haqida rasmiy ma'lumot yo'q, ammo Eron tomoni yuqori xavfsizlik choralarini ko'rgan. Ta'lim va yirik ishlar to'xtatilgan. Strategik infratuzilmalar faqat zarur xizmatlar bilan ishlamoqda. Oyatulloh Ali Xomanayning Tehrondan xavfsiz hududga ko'chirilgani haqidagi xabarlar ham tarqaldi. Isroil va AQShning havo hujumlari davomida Eron armiyasi bosh qo'mondoni Amir Xotimiy o'ldirilgani haqida Isroil ommaviy axborot vositalari xabar berdi. Biroq bu ma'lumot hali rasmiy tasdiqlanmadi. Isroil hujumlari davlat idoralariga yaqin hududlarda ham amalga oshirilgan. AQSh ham Isroil bilan birga harbiy operatsiyalarda ishtirok etayotgani xabar qilinmoqda. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, aerodromlardan yonilg'i quyuvchi samolyotlar havoga ko'tarilgan. Bu uzoq masofali harbiy operatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Qatordagi AQSh elchixonasi xodimlarga xavfsiz hududlarga o'tish bo'yicha ko'rsatma bergan. Eronning Mehr axborot agentligi Tehrondagi ayrim binolarga hujum qilinganini ma'lum qildi. Isroilning ichki front qo'mondonligi ko'rsatmasiga muvofiq barcha reyslar bekor qilingan. Mazkur hodisa Eron va AQSh o'rtasida Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha keskinlik kuchaygan bir paytga to'g'ri kelmoqda. So'nggi haftalarda ikki tomon o'rtasida bayonotlar almashinuvi va diplomatik ziddiyatlar kuchaygani kuzatilgan. Isroil ham javob zarbalaridan ogohlantirilib 60 kunlik favqulodda holat e'lon qildi. Fuqarolik mudofaasi to'g'risidagi qonunga muvofiq, Isroil mudofaa vaziri mamlakat bo'ylab maxsus favqulodda holat e'lon qilish to'g'risidagi farmonni imzolagan. Farmonda ichki front qo'mondonligi va barcha rasmiylarning ko'rsatmalariga qat'iy rioya qilish muhimligi ta'kidlangan. AQSh prezidenti Donald Trump bayonot berib, harbiy kuch ishlatilishini istamasligini, biroq zarurat tug'ilsa bunday choraga murojaat qilinishini aytdi. Unga ko'ra, AQSh armiyasi dunyodagi eng kuchli armiyalardan biri hisoblanadi. Isroilning 12 kanali xabarga ko'ra, mamlakatning shimoliy qismida ham kuchli portlashlar sodir bo'lgan. Fuqarolik mudofaasi aholidan rasmiy xabar berilmaguncha boshpanalarda qolishni so'radi. Mudofaa kuchlari zarba berilgan joylarning foto va videolarini ijtimoiy tarmoqlarda tarqatmaslikni qat'iy ogohlantirdi. Shuningdek, Eron AQShga javob sifatida Bahrayndagi AQSh harbiy logistika bazasiga zarba berishi mumkinligi haqida xabarlar paydo bo'ldi. Qatar va Birlashgan Arab Amirliklari havo hududini yopdi. Abu Dhabi osmonida Eronning ballistik raketalari tutib qolingani haqida ma'lumotlar bor. Manbalarga ko'ra, operatsiya ikki davlat o'rtasidagi yaqin hamkorlik asosida ishlab chiqilgan va barcha bosqichlar oldindan muvofiqlashtirilgan. Dastlabki bosqich 4 kun davom etishi rejalashtirilgan. Birinchi zarbalar ertalabki vaqtda berilgan. Bu Eron tomonidan kutilmagan vaziyatga solish maqsadida amalga oshirilgan strategik qadam sifatida baholanmoqda. Hozircha qurbonlar va zarar miqdori haqida to'liq rasmiy ma'lumot yo'q, ammo vaziyat mintaqada xavfsizlik muvozanati buzilganini ko'rsatmoqda. Bu Yaqin Sharqda yangi urush boshlanganini anglatadi. Raketalardan va dronlardan iborat hujumlar boshlanganini tasdiqlovchi ma'lumotlar kelib tushmoqda. Xususan, Eronning yarim rasmiy Fars axborot agentligi xabar berishicha, Eron tomonidan amalga oshirilgan raketa hujumlari mintaqadagi AQSh harbiy bazalarini nishonga olgan. Xabarda aytilishicha, hujumlar Qatardagi Al-Udayd aviabazasi, Quvaytdagi Ali Al-Salim aviabazasi, Birlashgan Arab Amirliklaridagi Al-Dafra aviabazasi hamda Bahraynda joylashgan AQShning 5-floti qarorgohini qamrab olgan. Shundan so'ng, Bahrayndagi AQSh 5-floti xizmat ko'rsatish markaziga raketa hujumi uyushtirilgani ma'lum qilindi. Bahrayndan olingan videolarda kichik Orol davlati sohiliga yaqin hududdan qora tutun ko'tarilayotgani va sirenalar yangrayotgani ko'rinadi.
Guvohlarning aytishicha, Birlashgan Arab Amirliklari poytaxti Abu Dabining turli hududlarida ham kuchli portlashlar ovozi eshitilgan. Al-Dafra va boshqa hududlardagi guvohlar ham portlashlarni tasdiqlagan. Birlashgan Arab Amirliklari Mudofaa vazirligi bayonotida Eron tomonidan uchirilgan bir nechta ballistik raketalar tutib qolingani, shuningdek Abu Dabiga tushgan parchalarning oqibatida bir necha kishi jarohat olgani ma'lum qilindi. Amirliklar bu holatga javoban o'z hududini himoya qilish uchun barcha zarur choralarni ko'rish huquqidan foydalanishini bildirdi. Qo'shni arab davlati Qatar ham o'z hududiga yo'naltirilgan barcha raketalar tutib qolinganini e'lon qildi. Eronning Hormuz bo'g'ozi atrofida ham portlashlar eshitilgani xabar qilindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, Eron neftining qariyb 90% aynan shu hudud orqali eksport qilinadi. Eron va uning ko'p yillik raqiblari o'rtasidagi yangilangan to'qnashuv Tehronning yadro dasturi bo'yicha diplomatik yechim topish umidlarini yanada susaytirdi. Ushbu hafta AQSh va Eron o'rtasida o'tkazilgan 3-bosqich bilvosita muzokaralar yangi urushning oldini olishga yetarli bo'lmadi. Jahon aviakompaniyalari Yaqin Sharq yo'nalishlaridagi parvozlarini bekor qildi. Fors ko'rfazi bo'ylab deyarli barcha davlatlar o'z havo hududlarini yopdi. Xabar qilinishicha, Eronda aholi banklardan naqd pul olishga shoshilmoqda. Shaharlarda banklar oldida uzun navbatlar paydo bo'lgan. Shuningdek, internet aloqasi uzilishi ehtimoli ham aholini xavotirga solmoqda. Isroil Mudofaa vazirligi rasmiysi operatsiya Washington bilan oldindan muvofiqlashtirilganini va hujum sanalari bir necha hafta avval belgilab qo'yilganini ma'lum qildi. Isroil hukumati maktablar va ish joylarini yopdi. Jamoat joylarida harakatlanishga cheklovlar joriy etdi. Isroil fuqarolik aviatsiyasi parvozlar uchun havo hududini yopganini e'lon qildi. Eslatib o'tamiz, AQSh va Eron fevral oyida yadro masalasini hal qilish maqsadida muzokaralarni qayta boshlagan edi. Eron atom quvori yaratish niyatini rad etib, sanksiyalar bekor qilinishi evaziga yadro dasturini cheklashga tayyorligini bildirgan. Biroq raketa dasturini muzokaralarga qo'shishni qat'iyan rad etgan edi.